növətdə O'rta Asiya dövlətlərinin təbii baylıq, energiya mənbəsi və coğrafiyilik o'rin cəhətdən Xitayning G'arbki kengişida intayin muhim ahamiyatga ega bir ko'riklik rayon bo'lib atqanligi ma'lum. Xitayning kelgusi geosiyosiy strategiyasi nuqtasini ilib etgandimi, O'rta Osiyo rayoni Xitayning Yevro Osiyo qaratgan zimin kengaymichiligida ma'lum siyosiy qarnit yo'shiringan bir joy ekanligi bilinmoqda. Xinhua agentligining 15 maydagi xabariga qaraganda, yaqinda Xi Jinping Beijingdagi Xitoy Neft universitetida O'rta Osiyo davlatlaridan kelib o'qiyotgan o'quvchilarga maxsus javob xat qaytargan. Xi Jinping xatida ularning Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlarining bundan keyin har sohalardagi munosabatlarda bo'libmi Xitoy O'rta Osiyo davlatlari taqdirdoshlik o'rtaq gavdasida aktiv rol o'ynashini talab qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping bu xatida 2013-yili boshlangan Xitoyning Ipak yo'li iqtisodiy balvi qurilishiga to'p-to'g'ri 10 yil bo'lganligi tilga ilingan. Xi Jinping bu munosabat bilan Xitoy O'rta Osiyo davlatlari aloqalarining navbatda yangi bir pallaga ko'tarilganligini ta'kidlagan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xi Jinpingning javob xatida Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi atalmish taqdirdoshlik munosabati alohida eskartilgan. Tunji navbatda Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashish yig'ini Shiyanda o'tkazilish arafasida Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Beijingda o'qiyotgan O'rta Osiyolik o'quvchilarga maxsus javob xat yozishi Amerikadagi siyosiy analizchi Maju apandining kuchli diqqatini qo'zg'agan. U bu vaqtda o'z ko'z qarashlarini ilgari surib, mundaq dedi: Xi Jinpingning bu turdagi atalmish javob xat yozish ishi Xitoyda ilgirdan bor bo'lgan, shundaqla qeliplashib qolgan bir siyosiy shaklvozlikdir xolos. Holbuki, uning bu qitim tanlagan obyekti ilgirkidan farqli bo'lgan. Ya'ni, u maxsus Xitoy universitetida o'qiyotgan O'rta Osiyolik o'quvchilarga xat yozishni tanlagan. Növətdəki vəziyyətdə bu xil usul orqali Xi Jinping xalq bilan bo'lgan munosabatini yaxshilab o'zining obrazini tiklashni maqsad qilgan. U bu xil strategiyani qo'llanib ko'rsatkichlik rol orqali Xitoy bilan O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlar o'rtasidagi munosabatni kuchaytmoqchi. Bo'libmi buni xalq orasida, shundaqla nishonli holda bir turkum energiya kasbi sohasidagi o'quvchilar orasida elib borgan. Xi Jinping Xitoydagi energiya manbasining bexatarligini faqatla O'rta Osiyodagi davlatlarga tayinish orqali kapolatga ega qila oladiganligini to'lib yetgan. Chunki O'rta Osiyodagi davlatlarni kontrol qilish bir qadar qulay. Holbuki energiya boylik manbasini bulab talash va igdorchilik qilish bo'lsa, Xitoyning kelgusi taraqqiyot planining asosidir. Bu javob xat qaratmaligi kuchli bo'lgan Xitoyning energiya siyosati va O'rta Osiyo energiya boyligiga munosabatli siyosiy tashviqot tusini olgan. Shundaqla alohida mazgilda yozilgan xat hisoblanadi. Ma'lumki, O'rta Osiyodagi turkiy tillik jumhuriyatlar mustaqil bo'lgandan keyin Xitoyning bu rayondagi ta'sir doirasi borgan sari zo'raymoqda. O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston qatorliq davlatlarning neft, tabiiy gaz va boshqa yer osti boyliklari intayin mo'l bo'lib, Xitoy o'zining bir balvoq, bir yo'l qurilishini o'ngishli ilib berish uchun bu rayonning boylik va energiya manbalariga izchil ko'z tikib kelmoqda. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy O'rta Osiyo jumhuriyatlarining asosliq neft, tabiiy gaz xaridori bo'lib, ishki quruqlikqa joylashgan, dengizga chiqish eg'izi bo'lmagan O'rta Osiyo davlatlari uchun Xitoydan keladigan iqtisodiy manfaatmi ularni Xitoyga tayinishga majbur qilgan edi. Holbuki, Xitoy hukumatı bir balvoq, bir yo'l qurilishini yo'lga qo'ygan 10 yildan buyon O'rta Osiyo rayonlarida markazlik holda ul asla qurilishi ilib berishni kuchaytgan. Xi Jinping o'tirib qo'ygan Xitoy tushi amaliyotda Xitoyning bir balvoq, bir yo'l qurilishi orqali Yevro Osiyo quruqligidagi darajadan tashqari cho'ng davlatga aylanish strategiyasini asos qilgan bo'lib, O'rta Osiyo davlatlarining taraqqiyot ehtiyoji va cho'ng davlatlardan tang foydalanib kuchlanish nishoni buningga imkon yaratib bermoqda ekan. Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nin dotsenti, strategiya mutaxassisi Erkin Akram efendimi bu vaqtda o'z ko'z qarashlarini radio anglag'uchilar bilan o'rtoqlashdi. U Xi Jinpingning Xitoyda o'qiyotgan O'rta Osiyolik o'quvchilarga maxsus javob xat yozishi Xitoyning yumshoq kuchini ishga solish, ya'ni yumshoq kuch taktikasi orqali ularni kelgusidagi Xitoy O'rta Osiyo davlatlari munosabatlarida Xitoyga cho'qinadigan, Xitoyni cho'ng biladigan kayfiyatga ega qilish, shundaqla ularning nazarida Xitoyning qudratini turg'izish ekanligini o'ttirib qo'ydi. Hamda O'rta Osiyo Xitoy uchun muhim
ham iqtisoddan boshqa geopolitik chetdimi bu rayonningki hatta shu Janubiy Osiyo shunda bularni Xitoyga beqindirish. Onundan keyingi maqsad shu Xitoyningki yeni İpek yo'li strategiyasiga xizmat qildirish. Ki bu yeni İpek yo'li strategiyaningki 5 talab moddasininki birisi shu, ya'ni xalqlarning orasindagi munosabatlarni kuchlantirish va Xitoy shu o'zininki shu yeni İpek yo'li strategiyasini amallashtirish bilan birlikda jahongir davlat bo'lishininki asosini qurish. Xitoyningki yükselishi bilan birlikda bir yumshoq kuchni yaratish lozim. Shu chet elliklarni Xitoyni so'ydigan, Xitoyga beqindigan va Xitoyningki kuchini texmi kuchlantiradigan xalqningki orasida o'ziga jalb qiladigan mana bir niyatni maqsad qilgan hamdi. Xi Jinpingning mazkur xitida Beijingda o'qiyotgan O'rta Osiyolik o'quvchilarning kelgusida Xitoy O'rta Osiyo davlatlari munosabatlarining guvohchisi, qo'rg'uvchisi va vositachi bo'lishga chaqirgan. Ularning İpek yo'li ro'yini joriy qildirib, Xitoy hikoyalari bilan O'rta Osiyo hikoyalarini yaxshi so'zlashini, ikki taraf o'rtasidagi do'stlik elchisi va hamkorlik ko'rigi bo'lishini talab qilgan. Qozog'istondagi siyosiy analizchi Qahramon G'ojambar apandimi bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyning hozirdan boshlabla Xitoyda o'qiyotgan O'rta Osiyolik o'quvchilarni Xitoy madaniyati, Xitoy odati va Xitoy an'anasi bo'yicha tarbiyalashga boshlaganligini, bo'libmi neft sohasida o'qiyotgan o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish orqali kelgusida ularning qo'li orqali O'rta Osiyo rayonining tabiiy boyliqlarini texmo kontrol qilishni planlayotganligini ko'rsatib o'tdi. Xitoyning hozir qaytadan jonlanayotgan dalmış bir balvaq bir yo'l strategiyasi. Bu butun dunyoga g'o'ji bo'lishining eng muhim plani. Mana shuni ilgari surishda O'rta Osiyo davlatlari, umuman O'rta Osiyo regioni strategik ahamiyatga ega. O'qiyotganlarga bir balvaq bir yo'l strategiyasining qanchalik foyda, yaxshi va keldigini tashviqot, targ'ibot, tarbiyalash orqali singdirib, ular bu yerga kelganda mushu ideyani teg'imi kuchli ilgari surdi. Hozirgi bizda bor Xitoy paraslar qo'shilib, bu cho'ng qo'shin bo'ldi. Buning ustiga bular Xitoy tillik bo'lgandan davomli Xitoyga bog'liq bo'ladi. Xitoy dunyoda G'arbga qarshi o'zining siyosiy, harbiy, iqtisodiy qutbini qurishga boshladi. Shu qutbga o'ziga moyil davlatlarni o'ziga tortib, yangi qutb qurib, shu diktatorlik, hokimiyatlikni qurmoqchi. Xitoy grant sistemini maxsus qo'yib, ham o'qitadi, ham pul beradi, ham shundoq bir davlatning rahbari vaqt bo'lib, maxsus siyosiy yomon g'araz bilan xatlarga javob beradi. Buning oqibati shu Xitoy sistemiga moyil bo'lib keldi degan mening ko'z qarashim bor. Siyasi analizchi Maju Apandi Xi Jinping rostla O'rta Osiyolik o'quvchilarning atalmış xetiga javob yozganmi degan bu masalaga nisbatan o'zining gumonlarini o'ttirib qo'ydi. Uning qarashicha, Xitoy taratqullarining Beijingda o'qiyotgan O'rta Osiyolik o'quvchilar Xi Jinpingga xat yozdi deb xabar berishining o'zi Xitoyning siyosiy tashviqot o'yini bo'lishi mumkin ekan. Bu Xitoyning uzun zamonlardan buyon qo'llanib kelayotgan siyosiy o'yini. Meningcha, hech qanday bir O'rta Osiyolik o'quvchi uningga qaratib xat yozgani yo'q. Agarda yozgan taqdirdami, u Xitoy tashqi ishlar ministrligining Xitoyning bir butun strategiyasiga moslashtirib elib berilgan o'yindir. Xitoyda bu turdagi ishlar barliq go'zal hodisalar maqsadlik va planliq shaklda o'ydirib chiqarilgan yoki bo'lmasa pardozlanib ko'rsatilgan. Yiroq kelgusida agar Xi Jinping yetakchiligidagi Xitoy qaysi joyga ko'z tikkan bo'lsa, shu joy va shu joydagi xalqlar adolatsizliklarga uchraydi va u yerlarda haqqoniyatsiz ishlar yuz berdi. Shundaqla Xitoy shu joydagi boylik manbalarini talon-taroj qilg'uchi yerliklarni butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlab, ularni qo'lga keltirib, ularni o'zi uchun xizmat qildirdi. Mana bu masala O'rta Osiyoda kelajakda yuz beradigan masala va davolg'ushlarning biri bo'lib hisoblandi. Holbuki Xitoyning nomussiz, paskash va har turli suiqasd vositalarining asoratida shu davlatlarning siyosiy iqtisodiy vaziyati Xitoyning ta'siriga uchraydi. Xitoy taratqullarining yaqinda buyon xabarlarida Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlarining munosabati, bo'libmi Uyg'ur rayoni bilan O'rta Osiyo davlatlari orasidagi qatnash, savdo tijorat va energiya yo'tkashga doir xabarlar favqulodda ko'paymoqda. Analizchilar bu ahvollar Xitoyning navbatdagi va yaqin kelgusidagi geosiyosiy strategiyasida O'rta Osiyo davlatlarining hal qilg'ush ahamiyatiga ko'rikli rayon bo'lib qolganligini ko'rsatadi deyishmoqda.
Amerikadagi siyosiy analizchi Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Elshad Hasan apandimi bu haqda fikr bayon qilib, agar Xitoy kelgusida Tayvanga hujum qilib, Xitoy bilan Amerika o'rtasida urush portlab qolsa, Uyg'ur rayoni bilan O'rta Osiyo allari Xitoyning eng chong energiya va xom ashyo bazasi bo'lib qoladi deganlarni ilgari surdi. Şahsen benim göz karşımca Xi Jinping bu yerde Tayvan'ı Rus uruşu tügüce, Ukrayna uruşu tügüce, ikinci bir sep içip Amerika'nı iki tarafga yetişemeydiğin halatda özünün parizide Tayvan'ı almakçı. Şunun için bu yerde uruş yok kalsa Şarkı Türkistan Xitay'ınki tabi baylık, neft olsun, gaz olsun bununki kirişki birisi menbesi, yani birisi ötüş yolu. Şunun için bunundan burun bu uruş tokunuşunun aldıda Xitay'nın maksidi bu yerdeki milli kırgınçılık bu siyasetini ahırlaştırış. Bu ahırki hal kılış maksidi yetiş. Yaqinqi bir shikay mobaynida Xitoyning O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy, madaniyat va savdo hamkorlik jihatlaridagi munosabatlari favqulodda kuchaymoqda. 15-may kuni Uyg'ur Abnum rayonlik partkomining sekretari Ma Xingri Urumchi shahridagi O'rta Osiyo rayoniy iqtisod hamkorlik institutiga kelib, mazkur institutdagi o'qituvchi-o'quvchilar bilan suhbatlashgan. Xitoy vaqti 18-may kuni Shiyanda Xitoy O'rta Osiyo davlat boshliqlari uchrashuvi rasmiy boshlangan bo'lib, butun dunyo taratqullari bu uchrashishga yaqindan diqqat qilmoqda.